Bu safar raspakovkani qizim bilan birgalikda qilamiz. Xitoydan kelgan tovarlarga raspakovka chek. Katta korobkada nima bor deb o'ylaysizlar? Ochkunimgacha kommentariyaga taxmin qilib yozib ketinglar. Birinchi raspakovchkamiz Yasminichkaga shunaqa sarafanchik zakaz qildim. Bu sarafanchik shunaqa o'lib qoldim. Rasmida qanaqa bo'lsa, hayotda undan ham chiroyli ekan. Yasmina qizimga shunaqa asal bo'lib turdi, qo'rcha bo'lib qoldi buni kiygandan keyin. Shu desanglar, Xitoy mekaplariga qiziqadigan bo'lganman. Xitoy mekapda mana shunaqa flomaster ko'rdim, ko'z tagiga chizish uchun. Xitoy programmalarimda bor ekan, Koreyada umuman topolmadim. Xitoydan zakaz qildim. O'zim uchun bittagina zakaz qildim. Oshxonam uchun shunaqa reshotka zakaz qildim, qizlar. Bilmayman, uyda qurgan odam qaysi kallasi bilan qurgan oshxonaga eshik qilmagan. Qizim har safar kirib oshxonani tintuv qilib, unlarni hamma narsani sochadigan bo'lganda, oxiri Xitoydan mana shunaqa reshotka zakaz qildim. Qizimni qaranglar. Malades qizim. Uyda o'tirib programmada narsa zakaz qilish mazza deb. Mana shunaqa narsalarni Xitoyda, O'zbekistonda yo'q, neobычный narsalarni xohlagan tovarlarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi, farzandi bor mamashalarga tovar zakaz qilaverasizlar. Agar Toshkentda yashasanglar, uylarning eshigini tagigacha olib kelib tashlab ketishadi. Mana bizning oshxonamizda eshik yo'q. Mana shu joyga hozir o'rnatishim kerak. Конечно, men o'rnata olmadim. Bitta baklashkan qopqog'ini ocholmaydigan qizman-ku. O'shanga turmush o'rtog'im yordam berdi. Albatta, hazil, bu gapimni tushungan-tushunди. Axir men tog'da talqon qiladigan qizman-ku, Jaydari Samarqandlik. Ko'plar menga uni zakaz qilib bering Xitoydan, buni zakaz qilib bering deb rasmini tashlayapsizlar. Qizlar, men hech kimga hech narsa zakaz qilib bermayman. Boshqaga so'ragan taqdiringlarda ham o'zini pulini, foydasini qo'ygan holatda sizlarga narx etadi. Undan ko'ra o'zingizlar o'rgan bo'lsanglar, Xitoyda birinchi qo'l bo'lib tovarlarni olishni o'rganasizlar. Men Xitoy kursim bor. Men Xitoy kursimda tovarlarni birinchi qo'l bo'lib olishi, sifatli, arzon kargochilar bilan ishlashni Xitoy kursimni o'rgataman. Undan tashqari, uyda o'tirgan holatda farzandinglar bilan birgalikda onlayn magazinlar ochib, savdo-sotiqni ham o'rgataman.